Hammaga salom do'stlar. Bugungi trekkerimizda bo'yayotgan muammosi. Hop, mana Moshes dvigatel ограничение bo'lib qoladi. P0034 HP chiqib qolyapti bizda. Turbinaga ashka yurib qo'yapti. Hozir ko'ryapmiz, mana mashinamizga propan uстановка qilingan. Hop, benzinda propuska bormi yo'qmi? Benzinda yo'q. Propuska yo'q. Moshes dvigatel lekin turyapti. Endi bunday qilamiz. Ashkani ko'raylik hozir. Nazar turib. Yana bitta. Hop, yana bitta. Bo'ldi. Hop, hozir nimaga chiqqan? Mana ashkalarimiz nalichidagi P0034, P0031 dachki kislorodiga. Hop, bundan keyin ta'tilga. Hop, endi biz nima qilishimiz kerak? Birinchi o'rinda endi bunga javob beradigan dachchilarni ko'rishimiz kerak bo'ladi. Muhammadjon, qanday yoqinchi keling chiqib chiqar. Hop, akamizda nima bo'lgan? Akamizda bo'lgan muammolardan biri katalizator erib ketib, turbinani remont qildirgan ekan akam. Turbina boshqa qo'yilgan dedilar akamiz. Endi hozir buni ko'radigan bo'lsak, turbinani o'zini ham bir tekshirishimiz kerak bo'ladi. Mana turbinaga tartib qo'yilgan ekan. Endi bunda bo'lgan muammosi kislorodda chinbaqa qo'ydirishgan. Birinchi kislorodga ham hozir ashka beryapti, lekin suqilgan joylari yaxshi. Qismlari uzilmagan, yetmagan. Bularni ko'rishimiz kerak bo'ladi. Va plus turbinani hozir o'zini ham bir tekshirishimizga to'g'ri keladi. Luft bo'lib qolgan bo'lishi mumkin. Dachilari havo so'rayotgan bo'lishi mumkin. Yoki mana vakuum klapanimiz o'lgan bo'lishi mumkin, yog' o'tkazib yuborib. Shularga imkon darajasida e'tibor berishimiz kerak bo'ladi. Hop, endi mana vakuum klapanimiz mana bu bo'ladi. Hop, vakuum klapanimiz ham ozgina yog'lanib qoldi. Bu yo boshqa qo'yilgan, yo'q qo'yilmagan. Buni ham bir tekshirishimiz kerak bo'ladi. Hop. Основной mana shu shlankalar yitilib qoladi bizda ko'proq. Hozir biz qiladigan ishimiz vakuum testerda bitta demo generatorimiz bor, bitta havo so'rishini tekshirib olishimiz kerak va plus qiladigan ishimiz imенно shu turbina tomonidan bitta ko'rishimiz kerak bo'ladi. Xudo xohlasa, hal qilib buni ham javobini videosini qo'yamiz nasib. Imkonlaringizda podpiska, like ayamasizlar. Imkonlaringiz sizlar uchun mana harakat qilamiz xudo xohlasa. Aktiv ko'rsatasizlar nasib. Bundan bariga bundan da qizillarni xudo xohlasa sizlar uchun qo'yib borishga harakat qilamiz aka. Hop, akalar hozir qarab chiqdik. Hamma joyda vakuumlari, hamma joyda joy-joyda. Endi injektorimiz mana qotgan ekan. Hop, orqalarini qaraydigan bo'lsak, уже mana vizual simlardan ko'rishni boshladik. Simda endi xudo xohlasa adashmadik, lekin mana simimiz ikkinchi silindr, birinchi silindrniki xudo xohlasa mana aytib уже mana birlashib qolibdi, sim ochilib qolibdi. Realni ochilib, korpus mana tegayotgan ekan mana korpusimiz. Mana korpusimiz g'ajib qo'yibdi. Endi xudo xohlasa mana provodkani ochamiz oxirroqgacha. Imkon darajasi shuni ham hozir bitta ko'rib chiqamiz. Sabab shundan ham bo'lishi mumkin, Moshes dvigatel ограничение bo'lib qolib, turbinaga ashka beryapgan. Xudo xohlasa mana simlarga ham e'tibor berishini so'rab qolardik. Hozir mana yerda massamiz bor edi, massamizni ko'rdik, joylari yaxshi. Hop, bog'larni ko'rdik, xudo xohlasa bog'lari yaxshi. Qolgan ishi mana mashinada qoldi nasib. Xudo xohlasa shuni ham hozir izolyatsiya qilib chiroyli qilib qo'yamiz nasib. Qolganini ham xudo xohlasa tekshirib olamiz nasib. Uraveringchi Muhammadjon, shuni izolyatsiya qilib. Masalalarimiz nasib yaxshi ekan. Hop, endi kuzatishda davom eting, xudo xohlasa qolganini ham hozir yana davomini qo'yamiz. Hop, akalar, mana hozir xudo xohlasa provodkasini aytdim sizlarga. Bitta provodkasi mana injektorga ochilgan ekan. Keyingisiga o'tamiz mana. Yana qiziq joyi, mana o'sha provodka kuyib, mana joy agolyatsiya bo'lib qolibdi, mana ochilib qolibdi. Bahromjon bitta ko'rsatib bering yaxshini ham. O'sha joydan shuni bitta. Mana simi uzila deb qolibdi. Mana. O'sha ochilib ham qolganda bu. Korpusga tegib ham qolibdi mana. Mana korpusimiz yeb qo'yibdi biz. Imkon darajasida mashina joylarga e'tibor berishini so'rab qolardik. Bu aytishmas, u ko'p joyga borilgan ekan xudo xohlasa. Endi ishimiz xudo xohlasa shayda bitdi. Sabab provodkadan ishni boshlaganimiz bizga ishimizni unumli qildi va ishimiz tezroq bitishiga sababchi bo'ldi. Xullas, ashkamiz 0034 ko'rib olasizlar. Pirdaxrantilimizni urgan ekan Bahrom. Nechinchi edi? Ha, mana. Pirdaxrantilimizni ham urib qo'yibdi mana. Pirdaxrantilgacha qaralmagan ekanda. Mana mashina ham urib qo'yibdi. Hop, bitta hozir pirdaxrantilni ham hozir xudo xohlasa qo'yamiz. Qaysi ekan uni? Mana shu pirdaxrantilimiz ekan mana. Tepadagisi qarang, korpusda yozganmi? Korpusda yozgan bo'lsa bizda hop, mana shu turishida 5049 49-pirdaxrantilimiz. 49 pomp mana. Water pomp. Bu lekin water pomp 49-simi? Ha, 49 ekan. Bunisini urib qo'ygan ekan. Endi shunga bog'lami yo'qmi, hozir ko'rib olamiz xudo xohlasa. Pirdaxrantil joyiga qo'yamiz va ashkasini hozir ko'rishimizga to'g'ri keladi. Hozir bitta pog'onada ketyapmiz nasib. Imkon darajasida o'sha provodka ishi shunaqa bo'ladiki, baribir ko'rib ochmaguncha iloji yo'q. Mana kasamiz hozir buni ochmaganimizcha yaxshi turuvdi.
shogirdlarga ochinglar desam, aka hamma yo'g'i yaxshi ekan dedi, lekin mana hozir tanbeh eshitdim endi. Xo'p, keyingi provodkalarimizni ham ko'rish hozir aytaman ukalarimizga, mana shu joyni yaxshilab ochamiz. Chunki sabab mana shu joydan tarqagan hammasi, muammosi. Endi deganimki, bu joy yana boshqa joylarga ham ta'siri bo'lishi mumkin. Shuni hisobiga hozir buni juda tagiga yetmasak bo'lmaydi, xudo xolasa akalar. Buni endi hamma ustida ham sizlarga ko'rsatavermaydi. Shuning uchun like, podpiska ayamang akalar, iltimos, aloqada bo'lamiz. Xudo xolasa bizga ham bu motivatsiya beradi, imkon darajasida yanada video qo'yishimizga sababchi bo'lib qoling akalar. Shunaqa muammolari bor akalarimizga tarqatib qo'ysanglar ham yaxshi bo'lardi. Xudo xolasa aloqadamiz akalar. Buni ham hozir qo'yamiz. Qo'ydingiz-a? 49 ga. Xo'p, endi zamonni ochamiz. Hozir mana turgan holatda bitta ulanaylik chiqani. Ulangan holatda zamon ochiq. Moshis dvigatel faqat bizda turibdi. Ограниченияsi chiqib qolgan mana. Hali ham ko'rishingiz mumkin. Endi tekushi turadi bizda. Ошибкасini hozir udalit qilamiz. Imkon darajasida bitta ko'ramiz. Endi hozir ошибкani bitta tagiga yetib bormasak bo'lmaydi. Xo'p. Xo'p, moshis dvigatel o'chdi, yana qayta yonib qoldi. Bizda уже bu hozir qayga ketganini topishimiz kerak endi buni. U simimizni hozir tergan bitta simimiz injektorga edi. Ikkinchi simimiz mana shu ko'rang provodkamiz ekan. Hop, oq ekan. Mana shu tomonga qarab ketyapti bizda. Mana shu tomonga qarab ketyapti. Mana shu tomondan hozir ko'ramiz. Qani bizda vakuumni klapaniga ketganmi yo boshqasiga ketganmi, provodkasini tagini topishimiz kerak xudo xolasa. Yanada hozir provodkani dars ochishni boshlaymiz endi. Hop, akalar hozir o'sha mana ошибкаlarimiz yesimda ham o'chdi. Bu tomonda ham o'chdi mana xudo xolasa. Eng qizig'i mana xudo xolasa hozir zavat qilib turib mashinamizni bitta ko'ramiz. Hop, bizdagi aybi mana shu joydan chiqdi. Mana shu simimiz agregatsiya ochilib qolgan bu birinchisi. Ikkinchisi mana injektor simi o'lgan ekan, bu ikkinchisi akalar. Hop, bizda hali yana moshis dvigatel ограниченный bo'lib qolgani, biz mana turbo kompressorga yechuvdik va mana bu datchigimizni uzuvdik, DMRV datchigimizni. Shuni hisobiga moshis dvigatel ограниченный chiqib qolgan ekan, xudo xolasa. Bu tomoni hozir bitta, hozir yig'amiz nasib, chiroyli qilib bag'ini ham hozir qo'yamiz akalar. Endi boy bola yig'ing bag'ini. Mana tassasi yo'parida bitta zavat qilib ko'ramiz, mana shu holatda, simni ochiq holatda. Mana bu o'rab qo'yamiz faqat. Keyin yig'ish harakatida bo'lamiz akalar. Bir daqiqadan blok ekan. Joy-joyda bo'ldi. Bitta pirdaxnatimiz urgan ekan. Endi nasib xudo xolasa hamma tomonni yig'ib bo'lgandan keyin ham bitta video qilamiz. Mana akalar, mana bizning aybdorlarimizdan biri bu va mana bu. Akalarim. Boshqa temirlarga, qarrali joylariga, plus mana hozir ko'rsataman yana bitta. Mana shu joyi ham g'ajib qo'yish boshlabdi mana provodkani. Mana shu joyda mana shu bundoq qaraganda o'sha yiltirlab qoladi. Mashlarni ham hozir simlarni o'rab qo'yamiz xudo xolasa. Aslida shundan chiqdi. Bizda mana shu kislorod datchigga ketgan sim ekan. Kislorod datchigga ketgani shu datchigimizni simi tegib qolganning hisobiga va bizda kislorodga ham beryapti turadi. 0034 turbinaga ham beryapti turadi xudo xolasa. Endi bu tomoni nasib xudo xolasa hal bo'ldi. Ashkalari o'chdi. Endi bitta ozmon gofrini qotiring Bahramjon, bitta yurgizalik endi. Afishinglar bitta ko'rsin xudo xolasa bitgan joyini ham. Bizda moshis dvigatel ограниченный chiqib qolyapti turadi, qaytarib o'taman. Moshis dvigatel ограниченный chiqib qolib, mashinamiz qaltirab qolyapti turadi. Gazni ham, benzinni ham bir xil holatida siltab qolyapti turadi bizda. Nasib xudo xolasa bularni hozir bitirdik. Xudo xolasa hozir bitta yurib sinab olsak bo'ldi. Ashkalarimiz xudo xolasa o'chdi mana, ko'rishingiz mumkin. Hozir bu zamon ochib qo'ygan holatimiz. Gazni ham nastroyga qilamiz dedik. Gaz ham xudo xolasa nastroyga shart emas shekilli o'sha. Hamma tomonlarni endi bir zbroslarni berib tekshirib olamiz. Bitta zavat qilib ko'rishimizda qoldi xolos nasib. Bo'ldimi Bahramboy? Zavat qilyapman mana. Qani bismillahirrohmanirrohim. Bizda yurgizishimizga yo'q, moshis dvigatel ограниченный yozuv chiqib qolyapti turadi. Xudo xolasa hozirgi holatida moshis dvigatel уже yo'q. Biz mana oynagimizni обучение qilasan deyapti xolos. Oynagimizda obучение qilib qo'ysak bo'ldi, xudo xolasa. Bo'ldi akalar, mana. Xizmatlar bo'yicha bemalol o'zimizga murojaat qilaverasizlar. Ishlaringni imkon darajasida sifatli qilib berishga harakat qilamiz mana. Birorta bir ошибкасы xudo xolasa qolgani yo'q. Nasib xudo xolasa ishlari a'lo darajada bitdi degan umiddamiz. Xudo xolasa xotirjam yurib sinayveradilar. Gaz o'rnatgandan keyingi muammolar endi mana shu simlardan kelib chiqyapti. Imkon darajasida ehtiyot bo'lib, mana shunaqa provodkalardan birinchi boshlashingdan so'rab qolgan bo'lardik. Chunki akamizga turbina qo'yishibdi, vakuum datchiklarni qo'yishibdi, xullas ish bitmabdi. Nasib xudo xolasa mana Uchqo'rg'on avtodiagnostika o'zimizga kelgandan keyin nasib ishlari bitdi. Xizmatlar bo'yicha aytib o'tamiz. Bemalol murojaat qilaverasizlar.
Sog' bo'lasizlar, salomat bo'lasizlar.